Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani ham ta'lim sohasida yangi yondashuvlar va ilg'or metodlarni tatbiq etish borasida muhim qadamlarga ega. 35-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida amalga oshirilgan psixologik mashg'ulotlar va treninglar nafaqat pedagogik jamoaning kasbiy salomatligini mustahkamlash, balki o'quvchilarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan. Maktabda pedagogik jamoa uchun kasbiy stress va emotsional so'nish holatlarini profilaktika qilishga qaratilgan 8 mashg'ulot o'tkazildi. Mazkur mashg'ulotda psixolog pedagogik jamoaning stressni boshqarish, psixologik yukni yengillashtirish va ishlash samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazdi. Bu trening o'qituvchilarga stressni bartaraf etish, emotsional salomatlikni saqlash va pedagogik faoliyatda yanada samarali ishlash imkoniyatlarini yaratdi. Shuningdek, maktab psixologi Quvondiq Jumanazarov va tumandagi 44-sonli maktab psixologi Shahlo Sultonova tomonidan o'tkazilgan "Biz sog'lom turmush tarafdorimiz" mavzusidagi treninglar va suhbatlar aynan shu maqsadga qaratilgan. Ushbu mashg'ulotlar davomida o'quvchilarga sog'lom turmush tarzining afzalliklari, jismoniy va ruhiy salomatlikni saqlash yo'llari, yomon odatlardan qochish haqida muhim ma'lumotlar berildi. Treninglar o'quvchilarga sog'lom turmush tarzini, to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik va psixologik barqarorlikni qanday saqlash kerakligini o'rgatdi. Bu kabi mashg'ulotlar yoshlarni o'z salomatliklariga g'amxo'rlik qilishga, zararli odatlardan saqlanishga undaydi. Maktab psixologi Quvondiq Jumanazarov tomonidan "Biz zararli odatlarga qarshimiz" mavzusida 10A sinf o'quvchilari bilan suhbat va trening o'tkazildi. Treningda o'quvchilarga zararli odatlarning zararli oqibatlari, ularni oldini olishning samarali usullari va salomatlikni saqlashning muhimligi haqida batafsil ma'lumot berildi. Ota-onalar bilan pedagoglar bilan trening mashg'ulotlari o'tkazildi. Eng asosiysi, biz psixologlarning vazifasi yoshlarimizni vaqtlarini bekor o'tkazmaslik, ilm bilan shug'ullanib, sport bilan shug'ullanib, yurtimiz ravnaqiga o'z hissasini qo'shish. Bu kabi tadbirlar nafaqat o'qituvchilar, balki o'quvchilarning psixologik salomatligini mustahkamlashga, balki ularni jamiyatda yanada mas'uliyatli va sog'lom avlod sifatida shakllantirishga yordam beradi.